Bilasizmi, shu mana bu negativlar bor-ku, shularni ajriqqa o'xshatgim keladi. Ajriq o't u. Bilasiz, yerdan o'sib chiqadi. Tomir bilan sug'urib olsangiz ham ozgincha bir qolib ketadi-da, mana bundoq milli santimetr. O'shandan yana o'sib chiqib ketaveradi-da. Endi qanaqa video qilishni ham bilmaysiz. Bir axborotga o'xshagan bir informatsion, bir qiziqarliroq biron bir xabarni gapirsangiz, g'iybatchi. Yoshingga yarashadigan ish qil. Birovlarni gapirish yaxshi emas. Mana shunaqa nima narsalar. Endi bir qiziqroq, bir kulgiliroq narsa qilsa, shu endi hozir muammolar to'la zamonda shu kimni ko'ngliga sig'adi. O'zingdan qo'shib gapirma. Negativlar, bunaqa ichi qora bo'lmalar, hamma narsani to'g'ri qabul qilib, to'g'ri ko'rur. Bu bir ko'ngil ochar bir videolar, bir hamma narsaga jiddiy qarab, o'zini profiliga kirsangiz, hech nima yo'q. Misol uchun bitta ikkita videolar qo'yib qo'ygan, bu yerdan o'g'irlab bo'ldi. Sen o'zing qilmagandan keyin boshqalarni qilganiga qandoq bo'lsa shundoqligicha qabul qilib qo'yaver. Chay yoqmasa ko'rmayman deb o'tkazib yuboraver, bo'ldi. Shuni bir olim bir qanaqadir bir akademiklarga o'xshab tahlil qilganda endi. Shu bitta ikkita savollarni, bitta ikkita gaplarni yodlab olgan, o'shalarni qayta любой profilga kirib yozaveradi. Kim endi bu? Eng ko'p kim bo'ldi endi bu? Bitta sen qoluvding, shu narsani gapirmagan bitta sen qoluvding. Mana shunaqalar yozadi. Senga o'xshaganlar ko'payib ketdi. Ayollarga o'xshab g'iybat qilma. G'iybat emas bu. Voy balla. Hech narsa yoqmaydi. Cho'ta xato gapirib yording shu joyida. Shu tirnoqni orasidan kir qidirsa-da, tirnoqni orasidan kir qidirsa, yo bo'lmasam shu ko'rgan narsasidan faqat bir ayb topsin. Minnatdor bu. Boriga shukr qilavergin. Negativ degani xuddi bir haligi yomon xotinga ham o'xshab ketadi. Shunaqa o'xshataman-da. Yomon xotinlar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Hamma narsadan nedovolim bo'laveradi. Ichib kelsangiz, endi shu yo'lga o'tdingizmi? Endi ichdingizmi deydi. Ichmay biron narsa olib kelsangiz, shuginani olib keldingizmi endi? Shuni ko'tarib keldingizmi endi? Shuni bir ko'proq qilib ko'tarib kelish ilojisi bo'lmadimi? Pul bermasangiz, pul bermaysiz. Pulni faqat o'zingiz bir joylarga tiqib, bekitib yuravering. Pul bizga bermaysiz. Pul berib turish kerak ayol kishiga deb. Ne de o'ylayman. Pul bersangiz, shumi endi shuginami endi, shu bo'lami, shu 100 mingmi? Bermaysizmi 300 ming, 400 ming? Bo'lsa beradimi yo'q? Bo'lmasa qadam bersin. Shu negativlar mana shunaqangi bir odamlar bo'lar ekan. Nima deysiz? Hech qanaqasiga ularni rozi qilib bo'lmaysa ekan. Mana shunaqa xulosaga keldim. Negativchilarni ham rozi qilib bo'lmasa ekan, yomon, besabr, noshukur, qaysar, o'zicha nima deydi, hali kalondimoq bunaqa xotinlarni ham rozi qilib bo'lmasa ekan.
nima qilasiz endi? Aytadi-ku, qon bilan kirgan jon bilan chiqadi. Demak, o'zi shunaqa tug'ilganda, ular boshidan shunaqa tug'ilgan. Endi ular o'lguncha shunaqa ketadi, tamom. Oxirigacha, oxirgi yo'lga ketdi, mana ko'tarib olib ketishadi-ku, tavba qildim, astag'firulloh. Oh, Xudo. Mana e'tibor bermaydi siz. Yana bitta yomon tarafi, o'sha negativ birov yozsa, shuni ketidan ketiga ular. Boshqalar ham shunaqa yozadi. Shu mazmunda borib, videoning ma'nosi, boshqa bir tomonini bir o'ylab ko'raylik, chuqurroq bir mulohaza qilib ko'raylik demaydi. Nima yozsa shuni ketadi. Oldin o'zingni bil desa, ha, boshqalarni gapirma. Bu yoqdan yana bir-biriga qo'shilib ketadi. Boshqa qiladigan ishing yo'qmi? Ketdi, negativga ulanib ketaveradi. Viruslar yo'q bo'lsin, samimiy, hamma narsani to'g'ri qabul qiladigan insonlar bor bo'lsin.